Geodeziya va kartografiya kurslarimizda davom etamiz. Bugun xaritani komponovka qilish masalasida dars olib boramiz. Avvalgi darsda biz shartli belgilarni kiritgan va komponovka jarayonini boshlagan edik. Demak, bu darsimizda biz komponovkani to'liq tugatish masalasini ko'rib chiqamiz. Demak, xaritaga nom berilganidan so'ng keyingi bosqichda yana insert oynasiga o'tamiz va bu yerda legend deb nom berilgan, ya'ni shartli belgilar oynasini ochamiz. Hamda shartli belgilarda bizga faqat hozircha maydon kerak. Qolgan ko'rsatkichlarni kiritmagan holda dal shuni bosamiz va bu yerda legend title qismiga shartli belgilar deb nom beramiz. Bu ko'rinadi bevosita. Hamda bu shartli belgini Times shriftida yozilishini ta'minlash uchun Timesni kiritamiz. Dal border chegarasi, orqa belgisi oqdan ajratib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun och ko'k rang bilan dal shu maydon qismida biz shartli belgining shaklini tanlashimiz mumkin. Mana to'rtburchak, qirrasi to'rtburchak, ellips, turli xil shakl yoki shahar hududiga o'xshash urbanizatsion belgi, tabiiy hudud yoki suv qoplamasiga o'xshash alohida turdagi shartli belgilarga moslashgan shakllar mavjud. Biz ixtiyoriy birini tanlashimiz ham mumkin. Chiziq shaklidagi agar shartli belgi mavjud bo'lsa, demak uni mana turli xil belgi orqali ifodalashimiz mumkin. Tekis chiziq bilan emas, zigzag, curve, decline, arka yoki incline ko'rinishida ifodalasak ham bo'ladi. Ularning balandligi, ya'ni uzunligi bo'yicha ham belgilar mavjud. O'lchamlar, bularni ham kiritishimiz mumkin. Dal shuni bosamiz. Bu har bir belgilar orasidagi qiymatlar, mana masofalarni ko'rishimiz mumkin. Bular asosida biz o'zgartirib chiqish imkoniyatiga ham egamiz. Hozir bu standartlarga tegmagan holda gatov tugmasini bosamiz va mana bittagina maydondan iborat shartli belgi hosil bo'ldi. Bu yerga biz amal natijasini kiritmaganimiz uchun bu ko'rinadi. Buni o'zgartirishimiz uchun uning ustiga 2 marta bosamiz va maydonning o'zi turibdi. Amal oltini chap ro'yxatdan topib, o'ng tomonga o'tkazamiz va OK tugmasini bosganimizda ko'rishingiz mumkin, quyi qismidan shaklning umumiy shartli belgilari hosil bo'ldi. Keyingi bosqichda yana insert oynasiga qaytamiz va bu yerda shartli belgidan so'ng north arrow deb nomlanuvchi belgi, ya'ni shimol belgisi tanlanadi. Bu yerda turli xil namunalar mavjud. O'z xohishingizga ko'ra ixtiyoriy birini tanlashingiz mumkin. Masalan, mana buni tanlaymiz va OK. Buni yuqoriga o'ng burchakka qo'yamiz. Kattalashtirishimiz yoki kichraytirishimiz ham mumkin. Yana insert oynasiga qaytamiz. Bu yerda scale bar deb nomlanuvchi, ya'ni chiziqli masshtab belgisini qo'yish imkoniyati bor. Tanlaymiz va bu yerda ham tayyor namunalar bor, biroq bu namunalarda muammo shundaki, barchasi millarda Amerika o'lchov birliklariga mos ravishda shakllantirilgan. Asosan mil, inch, dyuym ko'rinishida ifodalangan. Biz buni tuzatishimiz mumkin. Ixtiyoriy o'zimizga yoqqan bir
shartli belgini tanlaymiz. Masalan, birinchisi bo'lsin va u tanlanganidan so'ng properties ga o'tiladi. Number of divisions buni qo'shishimiz mumkin. 4 ta, buni misol uchun 8 ta va unit qismida mana mil turibdi. Milning o'rniga biz metr, kilometr yoki va hokazo ko'rinishida qiymatlarni tanlashimiz mumkin. Masalan, kilometrni tanlaymiz. Bu yerga kilometr inglizchada yozilgan, o'zbekcha shaklga moslashtiramiz. Va shartli belgilarni ifodalovchi tekstni o'ziga xos belgilari, raqamlar va markalarini to'g'irlashimiz mumkin. Orasidagi bo'shliqlarni, formatni, umumiy formatni to'g'irlagan holda kiritishimiz mumkin. OKni bosamiz va mana bu oynaga qaytgach yana bir marta OK va mana qiymatni ko'rishingiz mumkin. Buni o'ng tomonga surib kengaytirganimizda umumiy natija sezilarli darajada o'zgarishiga guvoh bo'lamiz. Mana. Demak, bizda chiziqli masshtab ketdi va sonli masshtabni qo'yamiz. Mana bu yerda ro'yxat mavjud. Bu ro'yxatdan istalgan birini tanlaymiz. Mana birinchisini agar qayta tanlaydigan bo'lsak, 1/1 million asosida raqam qiymatlarini kiritish imkoni bo'ladi. Properties ga o'tgan holda biz buni orasidagi ikki nuqtaning o'rniga bo'lish belgisini, uning yozilish shakllarini tanlab va tuzatmalar kiritib ranglarni ham o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Preminit, OK va yana bir marta OK. Mana. Umumiy qiymat taxminan shu shaklda keltirib chiqariladi. Va bundan tashqari biz amal oltining atributiv ustunidagi ma'lumotlarni jadval shaklida ham qo'shish imkoniyatiga egamiz. Masalan, ustida kavlanma hajmi, ko'milma hajmi va shu kabi bir qancha elementlar bilan obyektni to'ldirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hozirgi sharoitda bu vazifani bajarmadik. Buni Excel shaklida ham to'ldirib qayta ko'rib chiqishimiz mumkin. Yana bir tekshiramiz. Bu yerda ahamiyat bering. Picture, ya'ni rasm, hududga tegishli biror bir rasmni qo'yishimiz mumkin yoki bo'lmasa picture'ni tanlab dast avval biz faoliyat geodeziya kartografiya kursining bosh qismidagi xaritaning namunasini ko'rsatib qo'yishimiz ham mumkin. Masalan, mana bu rasm. Mana shu kabi xaritaga to'ldirishlar qilish mumkin. Va bundan tashqari objekt. Bu objekt bosib ko'radigan bo'lsak, bu yerda Excel formatlari, PDF formatlari yoki taqdimot formati, Word formatidagi ma'lumotlarni ham biriktirib qo'yishimiz mumkin. Va natijalarni biz fayl orqali export map vazifasini bajarish asosida amalga oshiramiz. Ya'ni disk topografiya deb nomlangan format bo'lsa, saqlanit tugmasini bosamiz. Umuman olganda xarita orqali geodeziya kartografiya ishlarini bajarish shu tartibda amalga oshiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mazkur vazifalarni bizga ham qayta jo'natishni unutmang. Salomat bo'ling.